Okay, endi точно qimmat mahsulot olmaysiz. Xo'p, Qarshiylarda ikkita bir xil traynik kanalizatsiyada ishlatilishi uchun brendlarini ko'rsatmadik, noqulaylik bo'lmasligi uchun. Ikkala brend mahsulotiga ham 50 yil kafolat beriladi, lekin bittasi 17 ming, bittasi 28 ming so'm. Bu mahsulotimiz haqida gapiradigan bo'lsak, qalinligi 207 stenkada, 207 millimetrda, ishlatish o'rni narujniy sistemalarda, kanalizatsion sistemalarda ishlatiladi. Sababi narujniy kanalizatsiya sistemalarida mahsulotga nagruzka tushmaydi va uzoq yil xizmat qilib beradi. Shuning uchun ham bu ishlatish o'rnida mahsulotimiz ancha yil xizmat qilib beradi. Qachon ishlatish mumkin emas? Внутренний sistemalarda yuklama tushadigan kanalizatsiya qismlarida endi bu mahsulotimizni, ya'ni qimmatroq mahsulotimizni ishlatish tavsiya qilinadi. Qalinligi 3,2 stenkada bo'ladi, 3,2 millimetrda. Yuklama ko'tara olish darajasi anchagina yuqori hisoblanadi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, santexnikada sifatsiz mahsulot degan tushunchani ishlatishga o'zini o'rni bor. Bu vaziyatga keladigan bo'lsak, har bitta mahsulotda o'zini ishlatish vazifasi va o'zini tarkibiy qismdan kelib chiqqan holatini o'rganishinglarni va shundan so'ng xarid qilishinglarni tavsiya qilamiz. Buning uchun bo'lsa ishonchli joylardan mahsulotlarni xarid qilinglar.